Assalomu alaykum baliqchi akalar. Bugun 15-aprel mana ovga keldik. Ertalab ololmadik endi ovimizni. Ha, yakunini bo'lsa ham ko'rsatamiz. Mana yakuni. Mana katta qara bu jiyan ushlagan buni, nabi jiyan. Mana katta qaraslar mana. Mana. Bu nabi jiyanniki. Naq 10 kilo bor mana. Jiyan qo'l ko'tarib qo'ying. Jiyan bir qayerdan o? Sardobami? Sardobada mana bir Mutni kanalga keldik. Mana iki bobolar ko'taringizlar. Ha, jonidan. Oh, sazonlar, молодец. Mana ustoniki. Endi o'zimiznikini ham bir ko'rsatib qo'yaylik jiyan. Anvarjondir rezultatini. Yo, bismillah. Yechilmayapti-ku. Ha, ne yech. Va jondir. Bosh. Ho'kiz bo'ya, ho'kiz. Mana Anvar ushlagan baliqlar mana sazonlar, mana katta 2 kilolik, 3 kilolik sazonlar mana. Hozir yana bitta to'g'rim bor. Yana unisini ham ko'rsataman. Jiyan Sardobami ber? Sardoba. Nima kanal? Mutni kanal. Mana ikkinchi to'g'rim. Mana ovchilar, mana sazonlar. Mana bari sazon. Ha, jon bosh. Ha. Bo'pti, hammaga omad.